الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى خبر الصلاة والسلام على رسول محمد مصطفى صلى الله عليه كل آله أصحاب أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın bendelerine bergen nimetin hiç hesaba yetip bo'lmaydi uni. Allah subhanahu har bir narsasi bir ne'mat, bir ulug' ne'matlarni hisoblab ado qilib bo'lmaydi. Ayniqsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam nebi va rahmatullohga bergan ne'matlarini. Mana mo'minlarni hatto qabrlarga qo'yishi ham, qabrlar yotib qo'yishi ham bir ulug' ne'mat mana. Mo'minlarni o'ligi ham xor bo'lmaydi mana. Muhammad alayhisalomning ummatlariga berilgan bu narsa. Bizlarni yo xristianlarga, yevreylarga o'xshab tog'ni ichiga qamab qo'ymaydi. Ya bo'lmasa buddistlarga o'xshab bu tog'ga chiqib, yo qirqab chiqib bir joyda aydalaga tashlab quzg'unlarga, chiya bo'rilarga yo boshqa yirtqich hayvonlarga yem qildirib qo'ymaydi. Yo bo'lmasa xillarga o'xshab o'tqa yoqib, yarmini yoqib, yarmini suvga tashlab yubormaydi. O'tda kuydirmaydi buddistlarga o'xshab. Buning uchun bizlar mana bemalol uylarga yotadi, kirgizadi, qo'yadi. Tobutning ichida o'zini najasiga o'zi qarilib yotmaydi. Pastki mana sal qiya bo'ladi, pastga qarab boqib ketadi najaslar. Tuproqda joy singib, yerga singib, yerda yo'q bo'lib ketadi. Allohning bu ne'matlarini qaysi birini inkor qilasizlar? Allohning bu mo'minlarga bergan, musulmonlarga bergan ne'matini 5 mahal emas, 50 mahal o'qisanglar ozdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.